prinsip ketdingiz, a? Na prinsip ketgan olmaysiz. Ko'chani bo'lasizmi? Ayni tushuning. Hurmatli yo'lovchi, chorasi ko'raveradi. To'xtang. Qarama-qarshi yo'nalishdan ham harakatlanibsiz. Xodimlar xizmatdamiz. Ish bilan chiqdingiz. Mumkin emas-ku. Bu oyda tumanda o'tkazilgan reyd tadbiri davomida haydovchilar to'xtatilib nazoratdan o'tkazilganida, afsuski ularning orasida qoidalarga amal qilmaydiganlari ham aniqlandi. Hurmatli haydovchi, katta inspektor serjant Vosilov. Yaxshimisiz? Hurmatli haydovchi, yo'l harakati qoidalari 12-bandini buzib, harakat davomida uyali aloqa vositasidan foydalanib harakatlanyapsiz. 474 cherini oldim, komandir. Qoidabuzarligini ayting. 40 474 qora cheri avtomobili prokuraturaning oldingi svetoforda uyali aloqa vositasidan foydalanib o'tib ketyapti. Yo'l harakati qoidalarini 12-bandini qo'pol ravishda buzishyapti. 10 quloqlardir. Rasmiyasiz berasiz. Qabul qildim, o'polar ekanman. To'pa-to'g'ri deyapti. Haydovchiga qayta huquqbuzarlik sodir etmaslik uchun jarima jazosi tayinlanadi. Jarimani o'z vaqtida to'lamaslik esa keyinchalik haydovchiga tashvish ham keltiradi. Avtomashinangiz qidiruvda ekan. Avtomashinangiz qidiruvda ekan. Aha. Jarimalaringiz bor ekan, muddat o'tgan. Bugun biz sizga ham yerda ham suvda birdek harakatlana oladigan amfibiya transportlar haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni taqdim qilamiz. Yo'l harakati qoidalariga bag'ishlangan navbatdagi telesaboqlarimizda yo'lning qatnov qismida transport vositalarining joylashuvi qoidalari haqida so'z boradi.